Assalomu alaykum Avlod Media YouTube kanali obunachilari. Bugun biz sizlar bilan ushbu haftada barchada savollar tug'dirayotgan, turli mish-mishlar bilan turlicha talqin qilinayotgan 6-yo'nalish bo'yicha bir nechta faktorlarni ko'rib chiqamiz. 2025-2026 o'quv yilida talabalikka tavsiya qilinmagan abituriyentlar uchun 25-sentyabrdan 3-oktyabrgacha shu kuni ham 6-yo'nalish uchun ariza topshirish imkoniyati ochiladi. Bu imkoniyat testdagi ball bilan 5 ta tanlagan oliy ta'lim muassasasiga kira olmagan, ya'ni umuman talabalikka tavsiya qilinmagan abituriyentlar uchun joriy etilgan. Bunda abituriyentlar xuddi oldin hujjat topshirgani kabi 5 tagacha oliy ta'lim muassasasini tanlashlari mumkin, biroq imtihon topshirmaydi. Ya'ni oldingi testda yig'gan balli bilan 6-yo'nalish tanlovida qatnashadi. Arizalarni esa 25-sentyabrdan 3-oktyabrgacha my.uzbm.uz saytida onlayn topshirishadi. Ariza jarayonida fanlar majmuasiga qat'iy amal qilinishi shart. Talabgorlar ballar bo'yicha talabalikka kontrakt asosida qabul qilinadi. Eslatib o'tamiz, bu imkoniyatdan faqat testda yiqilganlar foydalana oladi. Talabalikka tavsiya etilganlar uchun bu imtiyoz berilmaydi. Natijalar 8-oktyabrgacha e'lon qilinadi. Kunduzgi, masofaviy, kechki ta'lim shakllarining qaysi yo'nalishlarda bo'sh o'rin qolgani haqida siz bizning Telegram kanalimizda tanishishingiz mumkin. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling. Qiziqtirgan savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizning mutaxassislarimiz albatta javob berishadi. Bizni kuzatishda davom eting, sababi keyingi videoyimiz qoraqalpog'istonlik yoshlar uchun ajratilgan qo'shimcha kvotalar haqida bo'ladi.